林中淼。大家好，我叫艾热提阿里夫，来自叶城县。Salaman gayret kalıp hazır hizmet ornum bolsa bizniki Xotan Qarqashda bir klubda ishlayotiman. Meniki shu musiqaga bo'lgan, naqshiga bo'lgan ishtiyoqim kichikimdan tortib o'ydikilarniki meni qiziqtirishi bilan boshlangan hamda bizniki har qaysi kasbda bo'lsin, har qaysi naqsh kasbda bo'lsin, shu naqshiga ishtiyoqi bor har qanday do'stlarimizniki o'zining mush kasbda san'at maktabida o'qish qildi, lekin bu orzuga yetolmadim. Men o'zim yoqtirgan kasbda o'qiganmadim, lekin mayli qandaqlik bo'lsin o'zimniki shu naqshiga bo'lgan ishtiyoqim hozirgacha o'tdek lavildab yenyotidi. Bu qitimliq ipak yo'li sadosiga qatnashishdagi sababim shu o'zim hurmatlaydigan ustozlarniki e'tirof qilishiga hamda barliq do'stlarimning shu tomoshabinlarning menga bo'lgan intiqlarini anglash hamda buningki san'at hayotimning tixim yaxshi bo'lishini umid qilaman. Rahmat. 来不及思考，就开始奔跑，总觉得外面世界多美好，用几滴眼泪才换来骄傲。我要的光荣，哪怕只有1秒。角落太接近了，城市太喧闹，这世界很忙，其实我都知道。离开了地面，就随风飘摇。 决定要走遍天涯，心比天高。我就像那一只林中的小鸟，努力争夺，冲向蓝天怀抱。勇敢地张开双臂，闭上了双眼，远方离我只有1步之遥。我就像那一只林中的小鸟，越过望越孤独，有谁知道？ 那带血的羽毛，不想命运乞讨，街道只能让我越飞越高。来不及祈祷，就开始奔跑，总觉得外面世界有多美好。用几滴眼泪才换来骄傲，我要的光荣，哪怕只有1秒。就都太接近了，城市太喧闹。 这世界很忙，其实我都知道。离开了地面，就随风飘摇。决定要走遍天涯，心比天高。我就像那一只林中的小鸟，努力争夺，冲向蓝天怀抱。勇敢地张开双臂，闭上了双眼，远方离我只有1步之遥。 我就像那一只林中的小鸟，越过望越孤独，有谁知晓？那带血的羽毛，不向命运乞讨，街道只能让我越飞越高。 那一只林中的小鸟，努力争夺，冲上蓝天怀抱。勇敢地张开双臂，闭上了双眼，远方离我只有1步之遥。我就像那一只林中的小鸟，越过望越孤独，有谁知道？那带血的羽毛，不向命运乞讨，街道只能让我越飞。 只能让我越飞越高。这一只林中鸟，这一只林中鸟。哎。 Assalom ustozlar, ekran oldidagi barliq qarindoshlar. Mening ismim G'ayrat G'olib. Men Qog'iliqdan keldim. Amdan bo'ldi bu ish.
Unda olgandan keyin biz intayin xo'shallik bilan shu 4 muallimning tang aylang'ini bizning bak yaxshi cho'ng natijamiz deb seni tabriklamoqchi. Muborak bo'lsin. Bunday aytganda o'zingmiz zoti bir jon jahling bilan jiningni tikib qo'yib aytding biz. Talab qilganimiz shu. Sen aytmoqchi bo'lgan mushu naqshga mas'ul bo'l, uning ichiga kir. Jon jahling bilan mushuni to'g'ri ijro qilishga tirishqin. Hammani unutilib baqdan mushu naqsh jarayonida desak, bizning o'quvchilarimiz ba'zi narsani unutlanmay, uyini, boshqa nurg'un narsalarni, o'qishni, muallimlarni, qo'ydigan nomerni aylanmasligini jiq o'ylab olib, bunda kayfiyatga kirmayotdi-chi. Mushu o'quvchimizdan ulgu elishinglarni umid qilamiz. Buni naqshimi o'sha o'xshash naqsha sizlarnikidek. Biroq bola hamma narsani unutilib, mushu naqsh uchun ish harakat qildi mush sahnada 5 minut. Shunga boshqa o'quvchilarimizdan o'zi ijro qilayotgan naqshiga hayotini 5 minut hayotini butun beg'ishlash ro'y bo'lishini umid qilamiz. Ko'pdili ma'lum biz uchun o'rindiq aylantirgani yomon katta ish bo'ldi. Mushundaq uslubdagi naqshlarni yaxshi ko'raman. Men san'atni yaxshi ko'rishda, san'at kasbiga kirishda, san'at bilan shug'ullanishda hech bir uslub, hech bir shakllarni chetga qoqib baqqan, yoqtirdim, men hammani yaxshi ko'raman. Haqman bo'lyapti, haqman bo'lyapti emasman. Biz 2019-yili men muzika yetakchi nazoratchi bo'lib, rayonimizda tunji navbatlik simfonik orkestr bilan shu istrada zamonaviy elektron chalg'ular birlashgan bir yangi yil kechisini qildik-da. Osh kechilikda men bir naqshchini ko'rib shunchalik qoyil bo'lib, kechda so'rinda yongandan keyin bak yaxshi aytding desam, bola ko'z yosh chiqib qoldi. Keyin bilsam, Jungo Xavshinning sahnasiga chiqib yaxshi natijalar bilan qaytgan ekan, mushkul uslub naqsh aytdi, karomat aytdi. Ichiga kirib. Men bugun mushu enimda shu ruhni his qildim. Shundoq tuyg'uni his qilib turib o'rildim. Mayli birinchi bo'lib o'rlay, mayli tang o'rlay, ikkinchi o'rlay, bu muhim masala emas. Mening guruhimga kelishni qizg'in taklif etaman, qarshi olaman. Mana bu yana ishtilmish bo'lmoqda. Bizniki har bir bosqichda o'zimizning xoslik aloyidlik bilan eng yaxshi bo'lgan talant mahoratimizni ifodalashda men eng yaxshi yordam. Bu yaxshi bo'ldi. Endi Mavlon G'ayrat oxir keldim uka, muborak bo'lsin. Ja oxir ko'rishdik. Biz azroq sirtdan tunishimiz, ham tunji yuz turan ko'rishimiz bugun qo'dayman, ha? Shundami? Ha. Ani keyindan bu idimiz yuz turani bugun ko'rishdan yuz turmani ko'rishgan masala. Biz mavzulikda tunji turani ko'rish qilib uka, beshin turani. Beshin turani ko'rish. Bu inimiz bilan beshinlar bor. Ondan bu inimizmi aka men keldim dedim. Keldimde hal deb qo'ydim, unda artıq paranglashmadik. Shundaq-ku? Mana bugun yanzang bilan chiqdim, ukam sen turani. Shunda bo'lganda qolgan ustozlarni o'rlibdi. Yaxshi taraflarni muayyanlashtirib, anchumichisini maqtab qildi qara. Lekin men birinchi bo'lib o'rdim-ku. Men birinchi o'rgib o'ylagandim hamda-chi. Bu o'xshash. Ma amsa gapimiz gapmisha keljuma. Sen yoq qarab tur. Kiramsa kamansa. Hozir javob berib qo'ymaydi. Olsam olamizmi akam. Uni seni chiqirgan vaqtim bor. Aytilganda qilaman. Hozir 3-o'rinda ma ikki ustoz ma'voliqa sana bo'lgan nimalarni baholarni bir davasi bor. Qani? Pek ig'irg'u. Şu akam meni pek oyacan sebebi abay xuddi siz degandek odam mushtaq sahnada bo'lib, mushtaq surba bir sahnada, musobaqa sahnasida o'zini unutib turib aytish oson emas-ku. Biz hayotimizda nurg'un tanlashlarga uchraydi ekanmiz. Bu tanlashda bizga ham muhabbatga ergishadiganga, ham qo'rqishga ergishadiganga bir xil ikki xil yo'l bor ekan-ku. Nurg'unlarimiz qo'rqitdi ekanmiz, o'zimiz qo'rqitib, xuddi Abdulla akam abay degandek, voy uyam batdi, balam batdi, voy ruxsat so'ramaydim, bu shu birinchi qadamni olmay turib, bir muncha ishkilnish, bir muncha g'am, ushaq gapga shunday jiq bo'ldi ekan. Lekin muhabbatga ergashgan vaqtimizda men mush kasbni so'yman.
men mushu kasb uchun men qancha jafolarni cheksammi, qanday qiyinchiliklarga uchursam men rozi, mayli deydigan holatga kelgan vaqtda, xuddi sizdek mushu sahnada o't bo'lib chaqnab chiqalaydi ekan-ku. O'zini unutgan holatda mushu portlab chiqalaydi ekan. Siz muhabbatga ergashdingiz, siz to'g'ri qildingiz ukam. Shunchalik yaxshi aytdingiz. Demak, mening guruhimga kelsangiz sizni qizg'in qarshi olaman ukam. Men sizdek mushtaq uslubdagi bolalarni shunda qo'llayman, ham mushu uslubni so'yman, ham mushu uslubda nurg'un asarlarni qilg'imda. Qandaroq o'zingizning ro'y kayfiyatdan shunda bir xil umdan Kayfiyatim naytdi yaxshi bo'layotdi. Ha, bu to'xtamdi. Endi biz Ayshigul muallimning taqibi va ana olsang taxminimda işte. Ya qarab turiver. Benmo xalq naqshisi aytgan bilan muzikaning har sahasini huzurlanayman. Bugun men sizning shu naqshingizni huzurlandim. Men sizni xudalik Latin Amerikalik mushnaq bir yovgun naqshchili bor. Bizdami bor. Shularni ko'rgandek bo'ldim. Birinchidan sizning chiroyingizning bir tip bor, chiroyingizning aloyidligi va o'zingizningki butun mush naqsh aytishingizga mushulik nima bo'layotgan to'sqinlik bo'layotgan barliq psixik bisimlarni yengib bo'psiz. Sizdan men shunday bir ruhiy erkinlikni bildim. Qarang, mush sahnani xuddi o'zingiz uyingizdek shunday erkin ozoda hamma yerda shunday to'liq nima qilib foydalandingiz. Bir ortiq harakat yoki bizning ko'zimizga sig'magan azroq harakat yo'q. Hamma harakatlaringiz shunday qoidalik, shunday nima yiqishlik büyük bir safa bor. Shuningga mankasingizga ziyon tatmaysiz. Mushu ma'lumotlarni qaysi kasingizga ziyon tatmaysiz. Men kichikimdan tatib o'tpa oildagilarmi shu. Dadam o't oltin tavlaydigan o'tmi yo naqshiydigan o'tmi? Naqshiydigan. Keyin oltin tavlaydigan ishlatdik uni. Kichikimdan tatib qiziqaman. Kichikimda boshlang'ich maktablarda naqshiy tanlagan bilan usulni birinchi ochib qo'yadi, usulni aytdi. To'liqsizlarga chiqqan vaqtida naqshida talentimni sezdim. Bolalarning oldida ishki bolalarning naqshiydigan bo'ldim, sinfda naqshiydigan bo'ldim, maktabda naqshiydigan bo'ldim. Ashta qilib men jamiyatda naqshiydish, maktabda naqshiydish oson deb o'ylab qopdim. Bak jiq yo'llar bor ekan. Opamga rahmat aytaman, cho'namga rahmat aytaman. Hatto 2016-yilda tatib men Jungo Xush ovoz programmasida qatnashib, ishkirlarga bordim. Mushu sahnaga chiqishim endi meningki, mayli ishkirga chiqib bir sahnaga chiqday. Men hurmatlaydigan, mening ovozimni tonyalaydigan, meni yetaklaydigan ishta bir sahnaga chiqib mushu ustozlarni ko'rishganligim eng chong baxtim deb his qilaman. Rahmat sizlarga. Shunda bo'lsa, biz vaqtni ching tutib qara. Sening ko'nglingdagi planing bo'yicha ma'lumotlar hammasini ayt qizg'in ifoda bildirdi. Toza 10 sekund o'ylab olibla, vong qilib de. Sening eng oxirgi qaroring? Mening eng oxirgi qarorim Abletlar. Naqshingiz ham ovozingiz ko'ngillarni mahliyo ham shod ayladi. Sizdan suyundik. Natijangiz balkim sizni suyundi. Buningdan keyingi bosqichlarda yana sizdan suyunishlik natijalarni kutamiz. Oqtur bilkim, oqtur yarey, yardan talim yo'qtur. Oqtur bilkim, oqtur yarey, yardan talim yo'qtur. Yardan talim bo'lsa yarey,
Ölsem armenim yoktur. Yardım telim bulsa yarey, ölsem armenim yoktur. Aktur bilkim, aktur yarey, bilsem yürgüm paktur. Aktur bilkim, aktur yarey, bilsem yürgüm paktur. Işkın bana saldı yarey, bu derdimge deva yoktur. Işkın bana saldı yarey, bu derdimge deva yoktur. Ayağımda mazarım yok yarey, el bilen bana almayman. Ayağımda mazarım yok yarey, el bilen bana ezeldim telim şunda yarey, men kimden yamallayman. Ezeldim telim şunda yarey, men kimden yamallayman. İsmim İrfan Nabi, özüm G'o'ljinal Qunayis'ten keldim. Devam. Nimish qildigan degandek. Men shu Nayada keşlik klubda. Ha, muşnimi bilgimiz var. Menga qilay, Ağalarga gap qilish o'rgangan ekansiz. Jim tursin, Gap qilish. Bu enim yaxshi aytdi bu naqshini. Ne güzel aytdi. Elining naqshilarninki shu puroq hissiyot tuyg'ulari menimcha yaxshi ifodasini topdi bu elimdagi. Ovozim ochiq, yo'riq, ravon, mangda masala yo'q. Endi meningki o'quvchilarim sal ko'p bo'lib qolib, yanami yaxshi bir tanlash fursatlarini mahrum qolmay degan bir ish bilan sal saqlab qoldim enim. Boshqa o'qituvchilarningki o'rilishini kutib. Ammo qarsam hech kim o'rilmagan ekan, bundaq yaxshi ijroga bir o'qituvchining aylanmay sizning sahnadan tushib ketishingizga ana kasbiy axloq nuqtasidan aning qarab turmayli o'rildim. Boshqa gap yo'q. Mening gruppam kelishingizni qizg'in qarshiladim. Yoshlardagi jasorat va olg'a intilish ro'yi qimmatli. Jismidan jo'shqinlik yilinjab turgan Mayir Irfan Nabini Abdat muallimning Tashqin guruhiga tanlanganligi bilan tabriklaymiz. Keyingi bosqichlarda ustozimizning yetaklashida yana zo'r natijalarni sizdan kutamiz. Shugulni ilon ishlariga xeli ipoaka deb yana bir narsa e'lon qilib bersin demoqchi.
Aslında dokunu nakşilla Yürekteki için muhabbetni Konarısın Aslında dokunu peride Belki hazır konu nakşilla Lekin Tanış aha Yıkımlık avaz Kona tanış konu savadaş Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Aslında kona nakşila Yüreklik için muhabbetni Kona dostni Kona kuchini Halını du kona pedide Belkim hazır kona nakşilla Lekin onu Temiyip yeni Aha Yıkımlık avaz Kona tanış konu savakdaş Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Salam. Hop. Salam mening hayat yo'limdagi, san'at yo'limdagi atiliq o'rinda meni yetaklayotgan, tarbiyalayotgan sevimli ustoz Abdulla Abdurahim. Salam mening hayat yo'limdagi, san'at yo'limdagi har bir qadamga chavaqlarni berayotgan, meni bek qadrlik inis ko'rayotgan sevimli to'rt ustoz. Salom bo'lsin. Hozir naqshideklar. Naqshining tatlı tuyg'ulardan chiqmay tursaqlar yana bu go'zal so'zlar bilan taqamma. Ustoz, nimaga kelib qolding deb bir so'rayotganda javob bering. So'raydi. Salom ustoz. Ustozlarning xabarida bor, rejissyorlar guruhining xabarida bor. Men İpek yo'li meni cho'ng qilgan desam bo'ladi. Birinci, ikinci, üçüncü kararda, aldığın kışki kararda, akısepte, üçüncü kararda yetekçi okutukçusu
qatarda İpek yolida turib xizmati bo'lganman. 4-qarorda o'zimning xizmat aldirashligi bilan obyektiv subyektiv masalalar bilan kelamay qolgan. Bugun 5-qaror per video İpek yolu sadasiga 4 ustozimizga salom bergach, shundaqla bu ko'p odamlar o'ylaydi ustoz nima degan fayzi bu o'rindiqda o'ltirish bosadi ekan, tanlaydi ekan, basmaydi ekan, tanlamaydi ekan deb nurg'on odam o'ylaydi, lekin ko'rarmanlarga shu eg'iz gapni qilib keladi. Gerçi men bu o'rindiqda o'tirib baxmasammi, bu o'rindiqda o'tirganlarning qanchalik kuyginini kech-kechlab anglaganman. Bu o'rindiqda o'ltirish sizning kasbiy safaringizning ham emas, buning oqibatdagi qiyinchiliklar bek ko'p bo'lg'ashqa men mushu suyimlik 4 ustozimga masalan mish peshonamni ishtirib qo'yib er kishidek naqshi ayta degan suyimlik ustozim oshimolga yana Shinjon Zojistanda cho'ng bo'lgan men Ablat akamniki studiyasiga kirib chavatgan paychilarini ko'rib o'g'irliqcha anglab cho'ng bo'lgan men yana suyimlik ustozimga Mevlan akam bizdan Mevlan akam o'zidan tuvan 1-2 qaror Tuyan balaga her bir çıkan esri bizge bir ders kılıp duruvadı. Yani bu akamga rahmat. Sevimlik Aygül Malım biz bir neçe kıtım programlarda bile yetekçi okutukçu olup Aygül Malım bilen uçuruş jarayonida Aygül Malımda mı köp bilimlen ağam ben. Şuna müştiyat ustazımga bir vədi belgili geldim. Baş ustaz. Men Kerem Abbas inanla muşu 5-qaror per video İpek yolu sadasida sizlarninki 4 yıllarning grupasini tanlaganda Kerem ukam aslında naqshini chiroyli aytib qolmay, gap so'zlari shunday shirin va go'zal. Eng yaxshi sifat so'zlarni tanlab qiladi odamning diliga bekiyor. Endi bunda bu go'zal so'zlar shu go'zal qalbdan chiqadi. Bu ukam shunchalik kamtar va kichik bil yaxshi, nayt adab fazilatda shunday odatimizga, ko'nglimizga yarab kelayotgan kasb natija utuqlardan sirt oila turmush ishlarini ratlik boshqarishdan sirt shu jamiyatdachilikdagi adamgarchiliklarda shunday o'zining yaxshi fazilatlari bilan bizga yaxshi eni bo'lib o'zining rolini tegishli rolini joriy qildirib esil yashab kelayotgan fikrlarimiz yaxshi. Bugungi bu naqshini men Abdulla akamninki xush keldingiz programmasida shunga atab yozib aytganida anglagan. Bugungi bu anglashimda yana boshqacha bir huzur, yana boshqacha bir tuyg'ularda shunday huzurlandim. Yangi naqsh anglagandek yaxshi aytding ukam. So'zlab kelsak gap chiq. Bu o'zimizning o'g'li, o'zimizning balamizga o'xshash. Shunday bir inimizda hamda balamiz davolayli desak, yeshi hamda uning to'g'ri kelmaydi. Lekin shunday mehrimiz bor. Bir o'zimizning o'g'limizdek shunday ko'rimiz. Mushu Keremjon yana bir necha balla bor. Yomon yaxshi fazilatli cho'ng bo'layotgan, yetishib chiqayotgan ijodlaringlar o'lmasin. Biz suyunyapmiz, faxrlanyapmiz. Bizning yenimizda mushtaq fikrlarimiz bor deb. Pat telefon qilib turdi, ish qilib kerak bo'lsa men hozir kechillarimi soat 12larda telefonning o'chiqligini qilib qolsa men bormanmi deb qo'ydi. Qara, nima degan zo'r bir xotirjamlik ato qiladi odamga bu gaplar. Biz yaxshi ishlarga chaqiramiz seni, bunda jafoliq ishlarga chaqiramiz kelmaydi. Rahmat. Xo'p. Hamda sen bizga bergan rag'batingga, bolalarga bergan madadlaringga ko'p rahmat uka. Rahmat. Davomli sahnalarda yangi asarlaringni ko'raylik. Murod maqsadlaringga yetkin. Farzanding bilan, ayoling bilan shunday yaxshi bir ijil inoq oilaning bir kartini sizib bersa davomli bizga ulgu bo'layotsa, o'zingizning tang yoshlarga mehr muhabbatni oilaga qanday berish to'g'riliq. Hech qachon tatinmay mehr muhabbat berayotganligini bizda ma o yigitlarimizda bunday dananzi juyi deydigan bir gapi bor. Bu mo xili dananzi juyi. Lekin berishga tegishli muhabbatni berganligini hech kim yushmaydi. Bizning hozirgi davrimiz muhabbatni ifodalashga muhtoj. Muhabbatni ko'nglimizga sep qo'yib, men ish qilib men buni yaxshi ko'raman deb qo'yib yuraverganman. Hech kim bilmaydi-ki hozircha. Buni ifodalashimiz kerak-ki. Ondan u mamnun bo'ladi-ki. Shu mush balla shu yangi zamonning ballalari ulgu bo'layotdi yoshlarga. Mehr muhabbatni qanday berish va uni qanday ifodalashda hech qanday tatinish yo'q. Bizning bo'lsak bo'ldi qarasinglar. Rahmat. Ustoz Abay degandek sizlarga
yordam qilg'ili oqinlarda turib yordam qilg'ili keldim ondan so'ng qatnashayotgan mayirlar ustozlar ne chiqdim deb ketdi natija mo'yim uningda mo'yim narsa musobaqa jarayoni shunga shu qatnashayotgan mayirlarningmi agar xohlasanglar keram aka deb menga izlasanglar men shu ustozlardan maslahat ilib sizlarga yana yordam qilmoqchi eng oxirida sizlar bilan bir quchoqlashib saytayman siz yana bizga bir naqshi e'lon qilib bersangiz Seni kütermen. Üzüm mü yok, sözüm mü yok, kettin yar kaya. Yollarınga telmirdim gu, yürekte hicran. Kaysi gülşen, kaysi bağdin, Taktın pinhanca Ya kesini çilledim Köşte tulun Kaysi gülşen, kaysi bağdin Taktın pinhanca Ya kesini çilledim köşte tulunma Hayırdı bu kaçanlı kel seni kütermen Sana bulgan Söygünlüğü saklap ötermen Hayırdı bu kaçanlıken seni kütermen Sana bulgan pak söygünlüğü saklap ötermen Ayga hemra kılaydı diyem Seyyarlar ara seyli kılaydı diyem Ya kimini otka seli kınaydı diyem Seyyarlar ara seyli kılaydı diyem
kimini o'tqa silib qiynay dedimmi ya kimini o'tqa silib qiynay dedimmi Ustozlar, men ismim Dilshod Ibrohim, Aqsu Avat Najdan keldim. Biz bek sen üçün hoş bulduk. Birinci biz bek hürmetleydiğen bir ustazımızdan, hemimizden ustazımızdan icadi ahağını yeniden yana muş sahnege qayta bir qitim açıqqından hoş bulduk. Oyladık biz Emincan Yusuf akını ve Emincan Yusuf akını hamma naqshlarni ayni vaqtda butun Shinjongda shu Eminjon Yusuf akaning naqshlarining qizg'inlikqa ko'tarilgan davrlarni bir qora eslab o'tdim shaxsan men. Endi Ayshgul ma'lum ikkinchi bir xo'shallik ish sen uchun o'rindiq aylandiganda biz g'ayet xush bo'ldik. Rahmat ustoz. Ayshgul ma'lumning qisqa bir so'zlaridan keyin sen bilan muңlashaylik qani. Seni kutarman. Bu naqshi mening to'liq o'tirdiki vaqtidagi nayt yaxshi ko'rib aytib жүрген va mushu naqshlar orqali mening mahallada va maktablarda savodlashtirib ma'lumlarim to'nigan birdan bir naqsha. Bek yaxshi ko'rib aytib aytatdim. Hozirmi mushu naqsha bo'lgan muhabbatim o'chmaglik. Men mushu naqshining kuchidan o'rildim. Yana birisi sizmi buni nayt tamkin yaxshi aytdingiz. Lekin buning azroq o'zimizni ufurtirgan bir joylari var. Mesela evci. Evci bu uncha bekmi bir mulayim naqsh emas. Sel boş fırat. Mulayim naqsh emas. Liriklichida yana azroq o'g'ilbaldachilik bor. Ruxsaringdan kunni hijil qilay dedim. Ay yüzünni ayga hemra qilay dedim. Seyyarlar ara seyli qilay dedim. Ben bunu Oğalbalının meydanı turib aytyaptım. Cho'nqur yeri, bek cho'nqur, kengirlikni talab qilgan naqsha. Lekin agar men sizning mushu naqshini tanlashdan iborat bir naqshining yaxshisini his qilish bir safaringizning yuqoriligini bildim va yaxshi ijro qildingiz. Endi men sizga o'rlashsam, agar siz men kelsangiz buningga abayimqidek kuchni qo'shamiz. Buldu rahmat ustoz. Keladi bu. Kelmay qo'shamiz. Shuna ma'lumning gapini aytib to'g'ri bo'ldi qara. O'zimmi men mashina o'ylagan. Bu ukamamdi bu yangi o'rgandi bu naqshni. Buning nisbatan yangi-da bu. Bu ko'n naqsh demaydi bular. Bu yangi zamondan bo'ldi. Bu yangi bir naqsh. Ham bu naqshidagi Ayshgul ma'lum degandek unda qilay dedingmi, bunda qilay dedingmi da'vat emasmi? Ayshgul ma'lum degan gapni qo'shsang andan ashla desam bu. Bo'lmasa bunda qilay dedingizmi, bunda qilay dedingizmi dedi. Qizg'roq aytg'ayshi bo'lsa, unda qilay dillimi deb. Unda bo'lsa, sening yurak buning yurak ketmaydi. Yurak ketmaydi. Sen degan batiy. Ma'lumot baxsh ketdi, yo'qmay kelsan. Yıqımlıq avazınızdan yanırgan baxşınızdan qalbimiz larziga keldi. Ustozlarning mayliqi sizni emas, bizni mi şatlandırdı? Ayshgul ustozning talabchanligi bilan sizning tirishchanligingiz qo'shilsa, keyingi bosqichlarda nodir navbatda Avlod ustozni bir naqshini e'lon qilib berishga taklif qilamiz. Chin so'ygi degan naqshni anglaylimi? Xo'p. 大家好，我叫Merdam Mutalipov，我来自Atoshi市。yaxshimsizlar ko'pchilik. Mening ismim bo'lsa Merdam Mutalipov, yurtim Atishdan. Uylik ota-onamning, shundaqla xizmatdoshlarimning, do'st birodarlarimningki
Şu man tavsiyesi arkalık, şunakla qo'llash arkalık, İpekli Sadası programımızga qatnaşdım. Bu qitimki İpekli Sadası programımızga qatnaşıp nişanım bolsa, men üzem yaxshi ko'rgan naqshini aytib, ustozlarning menga bo'lgan bahosini anglab bakmoqchi, shunaqla üzemninki eng zo'r kuchini chiqarib, oxirgi bosqichga o'stirishman. Yanım aksi Laçın konmiğan direk Soymaz almiğan dilek Soymaz almiğan hile
Suyumli ustozlar hammangizlarga Atishdan kelgan Mardan Mutallibdan o'tliq salom bo'lsin, oliy ehtiromlar. Rahmat. Biladi, hozirgi vaqtimiz. Hozirgi o'tliq salom bo'lsin, oliy ehtirom deb. O'diqib ketdim aka. Bo'pti, mayli qara. Nima to'yg'iliqma u be. Naqshini unda qanday qilamsan o'zing? Men o'diqib ketdim aka bek. Men o'zimmi onda cho'ng saynilgan musobaqa qatnashim tunji qetim. Mening putim to'xtimi de aka izchil. Müdaqib qilib turdim, ish qilib, yana bir yilni kontrol qilib aytdim endi. Rahmat hammaning. Shudingmi, Aygul Ma'lum degan shu sen to'g'riliq nurg'on xizmat ishab ketdi. Mush yuqortib mengib seni yo'lingni. Bu mehr muhabbatni ko'rdingmi? Unutqamajma. Bo'ldi. Atishning naqshlari asosiy jihatdan mushundoq. Bak mo'liq, bak chiroyli. Lekin Ablat Ma'lum Mavlan sizlar tadqiq qilayotgan odamlar bilasizlar. Bu doirasi shundayroqlar. To'la ohanglarning ashunda o'zgarish yo'q. Bir bo'lakliklar ashunda bir ohanglar. Shunga bu naqshlarni aytib damal mundaq bu musobaqalarda alayda bir ko'rsatish ta'sirroq naqshlar. Qanday qilganda buni shunda bir ustozlarning yaxshi ko'rishiga, yaxshi anglashiga, ta'sirlanishiga erishkil bo'ldi desa, buni yoki mushu bolamizga o'xshash biroqla shu eng avjidan yuqoriroq o'rinda boshlab, chunki buni bak yana chiqadigan avjisi yana bo'lmagandan keyin eshadan boshlash kerak ekan, yoki bo'lmasa mana bu bolamizga o'xshash benzolarni boshqacharoq qilib buni nima ayta bu deb o'tasa shu qinqaridan degandek boshlab qissa bo'g'idek texi Ablat Ma'lum bilan Mavlon Ma'lumga tavsiya qilyotdi qara. Bu ishlar meni yomon ta'sirlantirdi. Biz shuning uchun hamda biz ustozlarimizning ikki ig'izdan san to'g'riliq ukam baholarini anglaymiz. Xalq naqshlari baribir yana mehr issiqqa gap ketmaydi. Darhol zoda mening o'rilishimga majbur bo'ldim. Chunki bütün ijod naqshlarniki tegi xalq naqshlari emasmi? Shuningga bu naqshlar ma bagmo yoqdi. Uning ustiga sizning ijro uslubingiz yana kelib mushu rasmiy mush atishliqlar oladigan mush ovoz pardining orqadan keladigan bir rasmiy so'g'in bir ovoz bor. Mushu atishninki naqshlarining pardalariga tabiatning o'rnatilgan bir texnik o'xshaydi. Biz endi doğrusa qandaki, lekin baribir tabiiy chiqqanga yanam yetmaydi ekan. Menga shu puroq, haqiqiy rasmiy yerlik puroqlar bilan menga bek yiqib ketdi. Shunga men o'rildim. Yana birisi turishingiz bir go'zal. Turishingiz bir go'zal shundoq rasmiylik, mardona turishlaringiz bu naqsha sizningki bu naqshiq bo'lgan mushu nemiz pozitsiyangiz, ijroringiz ovoz azroq charchashpa. Bu iniq, ovoz charchashpa. Lekin azroq tamtirash bo'lganda ovoz parda bizga faqat yaxshi xizmat qilib berolmaydi-ku. U dul shu ovoz parda qitib oladi, ovoz pardani ipcho'rsida biz uchun xizmat qilgan elastiklik go'shlaq qotadi. Shuning bilan sizning ovozingizningki rasmiy ravon biz uchun xizmat qilish iqtidori kendiga chekindi. Lekin shundaqdimi siz qat'iy niyat kelib hech qanday masala chiqarmay aytdingiz, lekin charchaganlik, futganlik bir hissiyat keldi, ammo boshqa puroq jihatda menga bek shundaq yoqdi. Rahmat. Shunga endi mening guruhimga kelsangiz atish xalq naqshlarini men o'zim aytamsam yaxshi o'talayman. Atishlik ajoyib o'quvchilarim bor. Masalan, Komil Celil mening o'quvchim, Abu Muzaffar Alim mening o'quvchim, Imom Muhammad mening o'quvchim, hozir yana qo'limda ikki atishlik o'quvchim bor. Shuluma atish xalq naqsini beraman, qanday aytishni o'rgatib qo'yaman, lekin o'zim daqa aytib baxmadim, chunki men atishliklarda aytolmasligim mumkinmikin deb. Shuningga
atışlıq oquvchilarga xili tökbən bor deb o'ylayman. Albatta. Bu Shunga kelsangiz, mening guruhimga kelsangiz, qarshi olaman va sizga nurg'un imkonlar bor. To'g'ri ijro qilib ketish bilan yetaklash, o'g'itish u ikkisi boshqa gapchi. To'g'ri. Sizning nurg'un ilmiy, sistemlik ovoz ilmiga nisbatan to'g'ri bir bilim bor buningda. Shu ilmiy ovoz echish, ovozni taraqqiy qildirish, ovozni to'g'ri ishlatish yo'llarini yetaklaysiz. Ondan hozirgacha bo'lgan cho'ng bir tajriba bor-da. To'g'ri. Sizning da'vatınız faqat tabiiylik ichidagi otishning o'zgacha bo'lgan puroqlar jihatdagi kamtarlik nuqtasida deyapsiz. Demisizmi, unda bu enim shunday bir o'zi otishdan bo'lg'achqan tabiiylar o'zida shakllangan ijro qilish shu bir o'zgacha xoslikqa ega shu otish puroqlarini yaxshi oldi. Muzikami bek o'zgacha ro'ygan uslubi shaklda tankash muzikami o'zgacha. Adam boshlanishda faqat bu naqshning boshlanishini o'ylab yetmagan bir ahvol ostida shunda bir go'zal bir yaxshi moslashish bo'pti deb qaradim. Hop, Aygul ma'lum. Biz Ayşegül ma'lum bilan ikkimiz shu ovozni anglablam shunda hayajonlandik. Ayşegül ma'lum beshida aylandi. Lekin uning keyindan men aylandim. Yuanver. Haqiqat o'zdan bilan asli tamni biz otishga bormasakmi, otishga bag'izgandeklam his qildingiz-chi bizga. Shu ovozingizning tusi, masalan, shu shundayniki bihi deymiz, jiplishi, shu rasmiy otish xalqininki ovoz tusiga xoslam, titrgan ovozlarmi? Balkim bizmi do'rab bo'lolmaymiz uni. Shu otishniki tuproq, muhit, sening o'sib yetilish, shular bilan munosabatli bo'lishi mumkin u tuproqniki. Enjiri, uzumi qo'shilib ashunda Maşallah tuproq klimat, havo klimatlidan ta'sir bo'lgan. Sizda vatgan titrash shundoq yaxshi o'rinlab berdingiz. Shunga hayajonlanib ketib, bu ishki akamni o'rlamdi kelsam, hech o'rilmaydi. Shu qilib ichi kirib ketibdi. Bugun naqshimizni yeb kelsamda, voy isit, voy aqlaqamson deb. Shuningga naqshisi tutib ketgan o'xshaydi buni. Menikini besvetda qirami o'rilmaganda. Razi Jumal aka. Razi. Unda olsa tanlashni sen bir tügdüm ya işte razı. Elem oldu. Malumlarına ait yaxşı baha berdi qara. Dünyada hem de muş yaşında neçe yaş kişide? 29 yaş kirdi ekan. Yosh ekan bu taqa. Yosh ekan. O'qish bitagandan keyin praktik qilib tijorat ham bo'ldim. Andan bizningki do'st birodarlarimizning meli jutilda u bu taklif qilgan bo'ldi, to'yni naqsh etdim. Shunday qilib tirishib ish qilib naqsh kasbini yaxshi ko'rmayman bular. Hozirmi aytayotamiz to'yladi? Aytmayman, bek yaxshi ko'rmayman bu naqsh kasbini. Meningki mushtab uyda men bir o'g'il, ikki ocham, bir singlim, onam, dadam qarab o'tiraqliq menga javob 10 qatim ish ko'rib bo'ldi beshinda. Qayda bo'ldi bolam? Qayda chiqdingmi? Qayda natija qozondingmi deb o'zim ansirdim men bunda cho'ng sahna chiqib beqim tunji ketishim meni. Chiqib baqa emas men bunda sen. Uduqdan hozir og'zim gapim kelmadi deb amaliyotda. Mayli, ishim bo'ldi. Vachir sarab turibchi, men amaliyot bir shirkatning setish bo'limi xodim men. Men sahna uduq saqlagan narsa bo'lgan ekan. Uduqtirib etdi. Agar saqlagan bir narsa bo'lsa, ay naqshani bir so'zlashma qilmay. Ağzı qaymoqdek echilib ketdi-da biraz satib. Chaq. Hadi güzel bo'ldi lekin naqsha. Uydagilarga yetsin, bu nayta chiroyli aytildi naqsha. Men ham da undan bo'ldi. Unda bo'lsa, balla, vaqtmi bir yak berib qopdi. Shunga endi ma'u inim yana davomli sizlarga taqa karamtini ko'rsatgan fursat bor. Tuvandik sanlarda, 2-3 bosqichlarda endi qanday ishlar bor, taqa buni biz ko'ramiz. Shunga keyin yana davomli so'zlashaylik, keyin yana o'rganishaylik. Hozir mushu Mardan inimga biz tanlash o'zi fursatini beraylik. 4 ustozdan birini tanlab, o'zining kasbiy o'rganish hayotini boshlagay. Shuning uchun sening eng oxirgi tanlashing Sizcha bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Qiziqsangiz, diqqatingiz